Assalomu alaykum qirg'izlarim. Biz Bakkan областной qadam rayonidan bo'lamiz. General o'g'izlar olib men apam bo'lib. Bizdan ash bo'ldi, O'lxonga Siroz peshin bo'ldi. Hozir vaqtda srochna Indiyaga olib borish kerak. Operatsiya kechib o'tib, qarajatni yetmagan ekan qirg'iz eliga qaytib ketamiz. Apamni shimol 15 kunda chiqdi. Halidan shimol ishib chiqib vaqtda bayzada. Yardımına dayanırlar. Falan istedi. Operatsiyaga ko'p qarajat kerak bo'lganligidan operatsiyaning bahosi 35 ming dollardan 40 ming dollarga cheyin AQSh dollar aşağısı kerak ekan. O'z-o'zimizni qarajatimiz yetmayotganiga baylanib bu qarinli elimizga qarab ketamiz. Bir so'm bo'lsa da avtomobillarda ayolingizlar beringizlar, yordam beringizlar. Bizga hozir bir so'm bo'lsa da shunlardan rahmat istedim şu an. Hayırlı insanlar yardımlar ayağınızda sonra istedi. Şu apamı saqlab qo'yalım. Apam bu 54 yaşda.